hayot shundayki, bir joyda hech qachon turmaydi. Buni Alloh faqat biladi, ertangi kun bizga nima olib kelyapti va nima beradi. Lekin bizlar doim pok bo'lib, yaxshi niyat bilan hayotda o'zimizni burishimiz, bajarib, avvalambor Xudodan so'rashimiz kerak. Kimki shu islom dinini o'ziga ma'qul topib, shunga berilib hayot kechirayotgan bo'lsa, har qaysi bir oqim qanaqa bo'lmasa, bitta narsaga hammamizni chaqiradiki, yagona bo'ladi. Musulmonlar bir-biriga qarshi chiqmasin. Musulmonlar bir-biriga xo'nrezlikka yo'l qo'ymasin. Hech qachon bir-birini haqorat qilmasdan, bir-birini xafa qilmasdan, bir-biriga yaxshilik tilab. Qur'oni Karimda faqat shu yozilgan. Yaxshilik bizning burchimiz, bir-birimizni hurmat qilish, bir-birimizga yaxshilik qilish va yovuz dushmanlardan ham xabardor bo'lib yashashni Qur'oni Karim bizga o'qtiradi. To'g'rimi? Yo noto'g'rimi? To'g'ri. Har qaysi musulmon baraka topgan. Bu dunyoda nima bo'lyapti? Ertangi kunimiz qanday bo'ladi? Bizga yomon niyat bilan ostonamizga intilayotgan kuchlarga qanday qarashimiz kerak? Avvalambor tinchlik uchun, osoyishtalik uchun kurashish kerak degan da'vat hamma joyda bo'lishi kerak. Tinchlik bo'lmasa, osoyishtalik, mehr-oqibatlik bo'lmasa agar hammasi ikki pulga qimmatdir. Mana bu qo'pol bo'lsa ham aytgan gapim. Hammasini negizida nima turibdi? Tinchlik. Bir-birimizga hurmat, bir-birimizni asrash, avaylash, mehr-oqibatlik. Xalqimiz bizlardan bu dunyoda rozi bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin, baxtli kunlarga hammamizni yetkazsin.